Marhamat janob. Rahmat. Suv ichasanmi? Yo'q. Sen sut icharding-ku, to'g'rimi? Kalitlaringiz janob. Rahmat. Ol. Xonaga borib tur. Hujjatlarni to'g'rilab boraman. Bilasizmi, o'zimga yana bitta xona olmoqchi edim. O'zingiz uchun? Ha. Lekin janob, to'y sayohatiga kelgansiz shekilli. Tushunishga urinib ko'ring. Yo'l bo'yi xotinim bilan it mushuk bo'lib keldik. U bilan bir xonada uxlasam, ertaga ertalab bu yorug' dunyoni boshqa ko'ra olmayman deb qo'rqyapman. U ko'rinishidan yuvvoshga o'xshaydi, lekin jahli chiqsa, shunday tarsaki tushiradiki. Haligi bugun ro'za tutganimizni aytib turgandim. Shunga alohida xonalarda uxlaymiz. Afv eting janob. Bo'sh xonamiz qolmabdi. Barcha xonalar band. Dahshat. Omadsiz